Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Bugun dasturimizda Qirg'iziston Qozog'istonga norozilik notasini yubordi. Jalolobod oblastida prezidentlik saylovini o'tkazishga deyarli tayyor. Çatırdan çakka o'tgan yerlarda ko'rib, remontda qiladi dedi. Qorasuvda qishloq rahbarining uyiga saylov uchastkasi ochildi. 78 saylovchi bor ekan, shuni o'tkazib bu yerda so'ranganda men ma'qullik berganman. Yurtimiz ishlab chiqaruvchilari qo'shimcha soliqdan bo'shatishni talab qilishmoqda. Qirg'izistonning Tashqi ishlar ministrligi Qozog'istonning tashqi siyosiy muassasasiga norozilik notasini yubordi. Unda Qirg'iz tomon qozoq prezidenti Nursulton Nazarboyevni Qirg'izistondagi prezidentlikka nomzodlarning biri bilan uchrashib, uni qo'llaganiga taajjublanganligi aytiladi. Shuningdek, notada Qozog'istonning rahbari Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashmasligini aytganiga qaramasdan, uning so'zlariga Qirg'iz prezidentining kelajagiga nisbatan ochiq qo'llov ko'rsatayotganini dalili ekanligi ta'kidlangan. Eslatib o'tsak, prezidentlikka nomzod O'mirbek Babanov Qozog'iston davlat rahbari Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani haqida ma'lumot Qozog'iston prezidentining rasmiy saytida 19-sentyabrda e'lon qilingan edi. Qirg'iziston prezidentligiga saylovning targ'ibot ishlari 10-sentyabrda boshlangan va 14-oktyabrgacha davom etadi. Jalolobod oblastida 15-oktyabrda bo'ladigan prezidentlik sayloviga deyarli to'liq tayyor. Oblast bo'yicha qo'shimcha 4 yangi uchastka ochilgan. Ularning ko'pida kamchiliklar yo'q emas. Saylov birinchi marta o'tuvchi binolarning ichini oqlash, bo'yash, saylovchilarga sharoitlar yaratish kabi ishlar bor. Qolgan moddiy texnik uskunalar bilan ta'minlash ishlari reja asosida bormoqda. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. So'zoq rayonida joriy yili 2 uchastka yangi tashkil etildi. Biri xususiy ishxonaning yoniga joylashib, holati talabga javob bermaydi. Devorlari ko'chib ta'mirdan o'tmagan. Hozirda ushbu 2393-sonli saylov uchastkasida 1300 dan ortiq saylovchi bor. Kichkina sostoyaniyasini remontlab qo'yganlar dedi. Remont çatırdan çakka o'tgan yerlarda ko'rib, remontda qiladi dedi. O'shani buyurib ketdi. Vitse-premyer-ministr Dushanbek Zilaliyev bugun saylov uchastkalarining holati bilan tanishib chiqdi. Tekshiruv davomida tilga olingan 2393-sonli uchastkaning imoratini tez orada ta'mirdan o'tkazish buyrug'ini topshirdi. Mahalliy hukumat esa boshqa imorat bo'lmaganligi bois xususiy tadbirkorga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytib, kamchiliklarni saylov kuniga qadar to'ldirishga va'da berdi. Jalolobod oblastning barcha hududlarida saylovga qarata tegishli choralar ko'rilmoqda. Oblasti bo'yicha 426 saylov uchastkasining ichidan joriy yil 4 ta yangi uchastka tashkil etildi. Bularning barchasida texnik tomonidan uskunalar o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Jami uchastkalarga 1038 to'plam uskunalar beriladi. Oblastdagi umumiy saylovchilarning soni hozirda 5046 mingga yetdi. Bizde hozir har bir saylovchilarga 500-600 odamga bir komplekt bo'lib bo'linadi. Bizde суббота kuni уже выездной baştalsa, значит пятница kuni уже uchastkalarga kelib, jabduqlar tayyorlanib turadi. Saylovga qarata oblast bo'yicha 1559 operator o'qitilmoqda. Ashyoviy va texnik tomonidan ta'minlash ishlari o'zaro olib boriladi. Asosan barcha uchastkalarda elektr energiya, internet o'rnatiladi. Faqat Bozorqo'rg'on rayonining Jaskechoo qishlog'ida elektr yo'qligi bois generator ishlatiladi. Жетіштүү деңгээлде деп айтсам мен жаңылбайм. Biraz кемчиликтер бар, алардын бардыгын көрсөттүк. Bir жуманын ичинде ал кемчиликтердин бардыгын жок кылганга аракет кылышат. Шайлоого биз даяр болуп киребиз дегенден мен жаңылышпайм да. Safar so'ngida mahalliy hukumat vakillari bilan uchrashuv o'tkazib, ularning saylov haqidagi muammolarini tingladi. Qorasuvning Papan qishloq hukumatiga qarashli 40 gektar degan uchastkada qishloq rahbarining uyiga saylov uchastkasi ochildi. 55-63-sonli saylov uchastkasi 3 kun avval ochildi. Ayni damda kerakli uskunalar o'rnatilmoqda. Biroq saylov qonuniga ko'ra hukumat odamining uyiga saylov uchastkasini ochib bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Bu yerni ochishga nima sabab bo'ldi? Muxbirimiz aytib beradi. 40 gektar uchastkasi qo'nishidagi 11-ko'chada 5563-sonli saylov uchastkasi ochildi. 3 kun avval banner ilingan joy qishloq hukumati rahbarining uyi ekanligi ma'lum bo'ldi. Markaziy saylov qishloq raisi munisipal xodim bo'lganligi bois bu masalani qonun doirasida ko'rib chiqish kerakligini aytgan. Hozircha saylov uchastkagiga zarur bo'lgan uskunalar o'rnatilmagan. Shunday bo'lishiga qaramay saylov kuni va uchastka raqami e'lon qilingan. Ammo saylov joyiga holatni ko'rgani kira olmadik.
Papan qishloq hukumatiga qarashli ushbu hududda 70 nafar saylovchi bor. Bu hududga hech bir ijtimoiy obyektlar qurilmagan. Shu boisdan qishloq raisi o'z uyiga saylov uchastligini tashkil etgan ekan. Kelip suranıştı. 78 şaylovchi var ekan. Şunu ötkörüp ber dep suranganda men maqulluq bergenmin. Az bugungi kunda men ishda ishtebeymin. Ayıl başlıktan öz ardım qalawmen chekib ketganman. Saylov qonuniga ko'ra uchastaklar ijtimoiy obyektlarga ochilish kerak. Agar bunday imkoniyati bo'lmasa, qishloqdagi oddiy xalqning uyiga ochib, Markaziy saylov komissiyasi ijara haqqini to'lab berish kerakligi ko'rilgan. Chunki qishloq raisi yoki qishloq hukumati hozirgi hukumat nomzodlari tarafiga tortib qo'yish ehtimoli bor. Proval bo'yicha biz tekshirib ko'raylik, ani bir muzamgalaraqtashtirib biz nima qarashtiramiz. Biroq saylov uchastlarining chegaralari saylovga 75 kun qolganda bitgan. Papan qishloq hukumatidan ma'lum qilishganidek, saylov uchastkasiga aylangan uy egasi sentyabr oyida ishdan bo'shash haqidagi arizasini bergan. Tegishli joydan buyruq chiqqan. Shuning uchun uyini ijaraga bergan fuqaro hozircha munisipal xodimi emasligi aniqlandi. Ayıl arasından aralap izlep gördük. Görsek bir iki uy podvalın görsetdi. Podvalдың состояниесі өте начар екен. Ал жерге шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Башка жактардан сос объектти таппадык. Аргасыз ушуга аш деп элди форма 2 менен өткөрүш керек болду. Шайлоо ишин жүргүзүш керек болду. Аргасыз ушуну ачтык. Osh oblasti bo'yicha jami 488 saylov uchastagi bo'lib, saylovchilarning soni 600 mingga yetadi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston Respublikasining prezident saylovi kuni 15-oktyabr kuniga belgilangan. Feruza Murabdullayeva, Begimay Asanova, Qimbatbek Abdisamato'g'li, Intimaq. O'lkadagi minglagan ishlab chiqaruvchilar qo'shimcha soliqdan xalos bo'lishni istashadi. Sababi hozircha tadbirkorlikka to'liq imtiyozlar qaralmay to'sqinliklar bo'lmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaganlar qo'shimcha narx solig'idan ozod qilinsa, go'shtni qayta ishlovchilar bundan chetda qolishgan. Shu sababli ayrim tadbirkorlar hukumatni qo'shimcha soliqdan bo'shatishni talab qilishmoqda. Hukumatning so'nggi yillardagi harakati tadbirkorlarga qulay sharoitlarni yaratib bermoqda. Bu esa ularning ishga bo'lgan qiziquvlarini oshiryapti. Shuning uchun ishbilarmonlarni hozircha qo'shimcha narx solig'idan bo'shatishning hojati yo'q deyishadi yosh tadbirkorlar guruhi. Faqat sharoitlarni yengillatib, to'lanuvchi soliqning miqdorini kamaytirishni talab qilishmoqda. Төмен пайызда болу, жобосун капиталына акча салып, инвестициялык фонддор аркылуу ошолорго стимул болуп, ошолорго кошумча финанс каржылык бериш керек. Үчүнчү, албетте бул шарт текшерүү органдары баягы эле, ошол эле салыктардан жеңилдик кылып, балким каникул берип ошондой кылышыбыз керек. Qirg'izistonda qishloq xo'jalik va yengil sanoat joylarining faoliyati yetarlicha yo'lga qo'yilyapti. Kelajakda hukumat eksportga chiqariluvchi mahsulotlarni ishlab chiqargan korxonalarga imtiyozli nasiya berishni rejalashtirmoqda. Agar bu amalga oshsa, yurtimiz tadbirkorlari ishlab chiqargan tovarlar xalqaro bozorlarga chiqariladi. Алар жумуш орундарды түзүп беришет, экспорт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришет, жана ири акчаларын, ири инвестицияларын салып жиберишет да ошол региондорубузга, ишканаларыбызга, ири жана чакан ишканаларыбызга. Hozirgi kunda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlatganlar qo'shimcha narx solig'idan ozod etilsa, go'sht ishlab chiqaruvchilar bunday imtiyozdan chetlatilgan. Bularning qatorida Mirzabek O'rinboyev. Aytishicha, tadbirkorlarga bo'lgan imtiyozlar ayni kunlarda to'laqonli emas. Shu boisdan hukumatga o'z muammolari bo'yicha murojaat qilishgan. Chunki ularning ishxonasi hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talabiga mos kelib qurilgan va kuniga 20 tonna kolbasa ishlab chiqarishga tayyorlanishmoqda. Халық шығып қалады. Азыр экономикалық союзға кіргенден кейін Россиядан, Белорусиядан документі менен еттер келіп жатады. Егер мысалы салық жағынан біз азайталы десек, алармен иштеген дагы бизге выгодный turaraq bo'lib qolgan. Qirg'izistonda tadbirkorlarni qo'llash ko'pchilikni qanoatlantirmaydi. Ayrim vaqtlarda tadbirkorlarni sababsiz tekshiruvga olib, bularning faoliyatini ma'lum darajada to'xtatib qo'ygan faktlar ham bor. Shu boisdan qonunsiz tizimni yo'q qilish maqsadida hukumat tadbirkorlarni qo'llash uchun qonun loyihasini taklif etadi. Amalga oshsa, yurtimiz ishbilarmonlari erkin ish olib borishlariga sharoitlar tashkil etiladi. Eksportni жасап аткан предприятияларга biz уже жақын арада кредит бере баштайбыз. Бул биздин экспорт жасап аткан предприятияларга биринчи жардамыбыз болот да. Мындан тышкары көп нормативно правовой акттардын өзгөрүлүшү болот.
Bundan tышкары фермерлер да унутулбайт. Аларга да финансирование сельского хозяйства боюнча да жардамыбыз улантылат да. Hukumat 40 qadam dasturi orqali kelajakda tadbirkorlarga qo'llov bo'lishini va'da qilgan. Buni bugun tadbirkorlarning kasb bayramida hukumat vakillari qayd etib, imtiyozli sharoitlar yaqin kunlarda amalga oshishini ta'kidladi. Eslatib o'tsak, yangi tashkil etilgan hukumatning yangi davrga 40 qadam dasturini 6-yo'nalishi biznes bilan birga deb nomlanib, ishbilarmonlar doirasini kengaytirilishi ko'rib chiqilgan. O'sh shahrida yil boshidan beri tug'ruqdan 4 ayol vafot etdi. Ko'rsatkich o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan bittaga ko'p. Shifokorlar asosiy sabab homiladorlik vaqtidagi bo'lajak onaning befarqligi bilan tushuntirishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ayollar migratsiya sababli tekshiruvlardan o'tishmaydi. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. 28 avgust kuni O'sh shahar tug'ruqxonasiga 28 yoshdagi ayol og'ir ahvolda yetkazilib o'g'illi bo'lgan edi. Ammo kelinning sog'ligi yaxshilanmay 17 sentyabr kuni hayotdan ko'z yumdi. Sababi ikkinchi guruh nogironi jigar xastaligi va gepatit B dardi bilan jabrlanib kelgan. Tug'ruqxonadan ushbu ma'lumotni aniqlash uchun 2 kun ovora bo'lib, ammo ulardan intervyu ola olmadik. Bugun emas, вообще-то qabul olmaydik. Televideniyalarda qabul olmaydik. Yuqoridagi onaning o'limi bilan birga joriy yili O'sh shahrida tug'ruqdan haloki bo'lgan 4 ta holat ro'yxatga olinib, ushbu ko'rsatkich esa o'tgan yilgiga nisbatan bittaga ko'paygan. O'sh oblasti bo'yicha o'tgan yili tug'ruqdan 5 ayol vafot etib, joriy yili 8 oy davomida 7 nafarga ko'paygan. Tibbiy xodimlar bildirganidek, tug'ruqxonalarda ro'yxatga olingan o'limning sababi homiladorga yoki shifokorlarning tajribasizligidan emas, deydi. 2016 ушул 8 айдын ичинде 5 ayol көз жумган Ош областы боюнча. Быйылкы жылы 2017 жылы 7 ayol көз жумуп атат. Бирок структурасын карап көрө турган болсок, структурада негизинен булар кан кетүүдөн эмес, же болбосо ошол башка акушердик оорулардан эмес, negizinen ошол ekstragenital оорулардан. O'lkada oxirgi 10 yil mobaynida onalarning o'limi kamaygan. Bunga esa tibbiyot tarmog'ining rivojlanishi, ayollar orasida o'tkazilayotgan tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytsak bo'ladi. Tibbiyotda o'zgarishlar bo'lganiga qaramay, onalarning salomatligi nochorlanayotgani barchaga ma'lum. Bunga esa tashqi muhojirlikni ko'paygani, ijtimoiy yetishsizlik va qizlarning erta turmushga chiqishi sabab bo'lmoqda. Erta turmushga chiqib oluu, ранний брак deb qo'ysa 18 yoshga чейин bizde 15-16 жашта күйөөгө чыккан кыздар бар да, булар өздөрү бала бойдон, балапан бойдон, булардын организми такыр мына кош бойлукка даяр эмес. Ошондой учурлар болот. Ана миграция күчтүү деген bizde. Ona bolani salomatligini yaxshilash uchun Sog'liqni saqlash ministrligi bir necha ishlarni amalga oshirgan. Yiliga 10 ga yaqin malaka oshirish uchun o'qituvlar olib boriladi. Bundan tashqari onalarning orasida ro'yxatga olingan kasalliklarni aniqlab, bepul xizmatlar ko'rsatiladi. Shifokorlarning aytishicha, onaning omon-eson ko'z yorishiga 80% o'zi sababchi bo'ladi. Shu boisdan shifokorlar har bir ona o'z sog'ligiga e'tibor berishini maslahat berishmoqda. Feruza Abdullayeva, Asel Busurmanqul qizi, Qimmatbek Abdusamatoli, Intimaq. Endi esa dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Xabarlarimizni esa reklama va e'lonlardan so'ng davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Meksikada navbatdagi zilzila sodir bo'ldi. Chegara hududlaridagi qishloqlar Batkenda yangi uchastkaga toza suv olib kelindi. O'sh shahrining meriyasiga qo'shimcha lavozimlar kiritildi. Markaziy Osiyo o'lkalaridagi uran qoldiqlari ko'milgan xavfli joylarning muammosi muhokama qilinadi. Bunday masalani Nyu-Yorkda bo'layotgan BMTning bosh assambleyasi yig'inida prezident Almazbek Atambayev ko'tardi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Prezident Almazbek Atambayev Nyu-Yorkda BMTning bosh assambleyasining 72-sessiyasining jami muzokaralar rasmiy ochilishiga ishtirok etdi. Davlat rahbarining matbuotidan xabar berishganidek, u o'z so'zida insonga e'tibor berish, tinchlikni va totuvlikni ta'minlash kerakligi haqida ta'kidladi. Atambayev shuningdek Markaziy Osiyo o'lkalaridagi uran qoldiqlari ko'milgan xavfli joylar muammosi muzokarasiga ham ishtirok etdi. Kengashmada davlat rahbari o'lkaning 2030-yilga qadar doimiy rivojlanish rejalari haqida bayonot berdi. BMTning bosh kotibi Antonio Guterres bilan uchrashuv ham rejalashtirilmoqda.
Bishkekning Lenin rayon sudining sudyasi Qubanichbek Qasimbekov Jo'g'org'i Kengash deputat Ayda Salyanova advokatining iltimosini e'tiborga olib, suddagi oxirgi so'zga tayyorlanishga 2 kun muhlat berdi. Keyingi sud yig'ini 22 sentyabrga belgilandi. Bugun bosh prokuratura Salyanovani 8 yilga ozodlikdan mahrum etishni suddan so'ragan. Muxolifatchilar siyosatchini Salyanovaga 2010-yil Yustitsiya ministrligining vakolatini bajarib turganda sobiq prezident o'g'li Maksim Bakiyevning hamkori Aleksey Yeliseyevning advokat litsenziyasini noqonuniy ravishda muddatini uzaytirgan va bu ishni yetarlicha tekshiruvga olmagan deb ayblov qo'yilmoqda. O'sh shahrining mahalliy hukumatida qo'shimcha xizmatlar kiritildi. Ya'ni yashovchilar uchun zarur xizmatlarni shahar kengashi keyingi yilga qadar tasdiqlash kerak. Bu borada shahar meri Interbilim jamiyat tashkiloti bilan memorandumga imzo chekishdi. Kelajakda tayinli ishchi guruh tashkil etilib, aholidan qanday ish o'rinlari tuzish kerakligi borasida takliflarni qabul olishadi. Natijada qo'shimcha xizmatlar shahar g'aznasidan ta'minlanishi kerak. Hozirda ishchi guruhlar qaysi ish o'rinlarini kiritishlari kerakligi bo'yicha o'quvdan o'tishmoqda. Eslatib o'tsak, 2010-yili har bir mahalliy hukumat qo'shimcha xizmatlarni ishlab chiqish kerakligi borasida qaror qabul olgan. O'sha tushunukdan keyin munitsipalдык чарбалар мэрия неме etish kerak-da, талдап чыгыш керек. Ошо билип алгандан кийин талдап, анан кийин ошондо бизге кошумча кызматтар болот да. Мен ойлойм, ушу меморандумдун алкагында быйыл жергиликтүү кеңеш кабыл алып берсе, анда эмки жылдын бюджетине киргизе алабыз деп ойлойм. 23 sentyabr qirg'iz tili davlat tili maqomini olganiga 28 yil bo'ladi. Ushbu kun munosabati bilan O'sh shahrining Nishanov maktab gimnaziyasi bayram tadbirini nishonlashdi. Kechada maktab o'quvchilari qiz-yigit aytishuv sarmerdenlariga chiqishib, qirg'iz tili haqida kuy-qo'shiqlarni, maqollarni aytishdi. Shuningdek, bo'zuy tikilib, milliy taomlarning turlari tayyorlanib, milliy buyumlar ko'zlarni quvontirdi. Maktab rahbari qirg'iz tilini faqat bir kungina tarannum etibgina qolmay, o'quvchilarga qirg'iz tilini yuqori darajada o'rgatish uchun harakatlar olib borayotganini bildirdi. Аябай жакшы. Бизде мектебибиз эки тилдүү болгон үчүн жалпы негизинен орус тилдүү көбүрөөк. Балдарыбыз бүгүнкү күндө аябай сүйүнүү менен чоң майрамдык салтанатты өтүп атабыз. Мектеп жааматы бүгүнкү күндөгү балдардын эң мыкты жасаган иштерин көрсөтүү болуп эсептелет. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh yangi qishlog'iga ichimlik suvi olib kelindi. Hozirda suv omborini mahalliy yashovchilar hashar yo'li bilan o'zlari beton qilishmoqda. Umumiy 8,5 million so'm sarflangan ichimlik suvi endi 600 xo'jalikka beriladi. Bu vaqtgacha mazkur yangi qishloqda yer berilgani bilan suv yo'qligi tufayli hech kim ko'chib bormagan. Endi bu yerda sharoitlar yaratilib, aholi ko'chib borish harakatida. Joldoshboy Mo'minov degan yangi qishloq Tojikiston bilan chegaradosh bo'lib, quruq dala bo'lgan. Yerga muhtoj bo'lganlarga 3 yil avval berilgani bilan kommunal sharoitlar tuzilmagan edi. Suv yo'qligi uchun uy qurolmayotganlarning qatorida Jaqib O'rozbekov ham bor. 3 bolasiga olgan 30 sotix yerga 3 yildan beri qurilish boshlay olmaydi. Uchoteng. O'shani bo'lib chiqarganga uchastik olganman. Suv yo'q. Shart yo'q-da, o'sha suv borib bo'lsa bo'lib chiqarayin degan niyat bor. Bu yangi qishloqda yerlari bor 600 xo'jalik bor. Barchasi suv masalasi sababli ko'chishmagan. Endi ularga imkoniyatlar yaratildi, chunki mazkur qishloqqa 6 chaqirimlik ichimlik suvi liniyasi tortilib, hozirda 500 kub suv ombori qurilmoqda. Uni mahalliy yashovchilar hashar yo'li bilan beton qilishmoqda. Ayni damda ishning 95% yakunlandi. Ish to'liq bitsa, ichimlik suvi har kuni 12 soatdan beriladi. Biriktirib, ушундай bir ish charaga ушундай көрүп, ушундай иштерди бир алгылыктуу иштерди кылуу максатында ушундай бир иш чараны уюштуруп, ушундай жардам максатында kelib o'tiramiz. Ichimlik suvi olib kelish uchun umumiy 8,5 million so'mlik mablag' sarflansa, uning 450 ming so'mini qishloq hukumati ajratgan. Uning 600 ming so'mini mahalliy yashovchilar yig'ishdi. Qolgan pul nodavlat tashkilotlar tomonidan moliyalandi. Chegarani sim bilan emas, el bilan mustahkamlash maqsadida 2015-yili yangi uchastkadagi 90 gektar yer 60 xo'jalikka berilgan. Biroq sharoitlar bo'lmagani uchun yashovchilar ko'chib kelishmagan. Endi ichimlik suvi kelib, chegaraga aholi o'troqlasha boshlaydi, dedi Qorabog' qishloq hukumatining rahbari. Men chegarani bekemdөө maqsadында бул жагында Тажик Республикасы турат. Тажик Республикасы чегаралаш жер бул жерде. Ошол жакты бекемдөө мақсатында мына талааларыбыз Кудай мырза жакшы айылга, дагы бир чоң айыл курулмакчы болуп атат.
Endi yangi qishloqdagi bo'sh yotgan 40 gektar yer ham transformatsiya qilinib 400 ga yaqin xo'jalikka beriladi. Sababi suv 130 gektar hududga yetarli miqdorda. Eslatib o'tsak, Qizilbel qishlog'idagi Jo'ldoshbay Mo'munov yangi uchastkasi Tojikistonning Isfara shahri bilan chegaradosh. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.